Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgünde hökuməti 8 fevral günü Kanada'nın Alberta şəhrində namoyiş ötküzüb, G'ulji qırğınçılığını xatırladı. Şundaqla Kanada və başqa demokratik dövlətlərdən Şərq Türkistanның müstəqilligini əsliga keltirish üçün yordam talab qildi. Şərq Türkistan sürgünde hökumətinin və Şərq Türkistan sürgünde parlamentinin Alberta Uyğur Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərləri və vəkilləri Alberta qanun çıxarış mərkəzinin aldığı yığılıb, G'ulji qırğınçılığında hayatından ayrılған şehitlərini əsildi. Zulümgə uçurğan Şərq Türkistanlıqlarını yad etdi və Şərq Türkistanның müstəqilligini əsliga keltirish iradəsinin solmaydiganligini, Şərq Türkistandakı türk xalqları hörlükə çıxmağıca müstəqillikni qo'lga keltirish ko'rishining to'xtab qolmaydiganligini dunyoga yana bir qatim bildirdi. Şərq Türkistan sürgünde hökumətinin baş ministerlik işxanasıga vakolatan yangidan etilayotgan müstəqillik kurashchilari axborot e'lon qilib, mundaq dedi. Köpünçimizдің bilginidek bugün 1997 yılı 5 fevral G'ulji qırğınçılığının 28 yıllık xatırı günü. Biz bu günni xatırlash Xitoyning Şərq Türkistanға bo'lgan ishg'oliyati, Şərq Türkistan xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayplash uchun bu yerga yig'ildik. Xitoyning necha 10 yildan buyon davomlashtirib kelayotgan rəhimsizlarcha ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligiga qarshi kurash qilgan xalqimizdan faxrlanamiz. Gerçi ular dahshatli azob uqubat tortayotgan bo'lsa-mu, ularning qarshiligi Şərq Türkistan xalqining Şərq Türkistanning mustaqilligi, Şərq Türkistan xalqining mavjudligi uchun egilmay, sunmay kurash qiladigan ro'yiga vakillik qiladi. G'ulji qirg'inchiligi deb tanilgan bu voqea yuz bergan u dahshatli kunda Şərq Türkistan xalqi Xitoyning Şərq Türkistanda yurgizayotgan ishg'ol va mustamlikasiga qarshi erkinlik va mustaqillik talab qildi. Xitoy xalqning tinch, qonunliq talablarini anglashning o'rniga xalq qurolli saqchilari va to'polon saqchilarini avatib, Uyg'ur fuqarolarini etib o'ldirdi. 100 dan ortiq Uyg'ur va boshqa turk namoyishchilari rəhimsizlarcha o'ldirildi. 1600 dan ortiq kishi qo'lga olindi. 1000 dan ortiq kishiga G'ulji qirg'inchiligi voqeasidan bir necha oy o'tgandan keyin o'lim jazosi ijro qilindi. Xitoy ishg'oliyatchi armiyasi necha yuz ming'agan begunoh fuqarolarni rəhimsizlarcha bostirib qolmay, bu voqeani bahona qilib Uyg'urlarni bir necha oy qonunsiz tutqun qildi. Nurg'un kishilar qiynash, so'roq qilish, hatto ba'zilari o'lim jazosiga uchradi. Namoyishchilarning o'ylig'iga zid natijalandi. Bexatarlik va harbiy mavjudlik kuchaytirilib, 10 minglarcha Uyg'ur erlari soqchilar tarafidan pak-pokiz yo'qitildi. Hozirgi ahvollar u kunlardagi ahvollardan qo'rqinchli holga kelib qoldi. Zulm texmi kuchlik, texmi hisobli holga keldi. Jazo lagerlari va turmalarga tashlangan qarindoshlarimizning organlari sug'urilib elindi. Ayollarimiz sistemlik bosqinchilikqa uchradi, tug'mas qilib etildi. Bolalarimiz mengisi yuyilib, Xitoyning sodiq vatandoshlariga aylanishining obyekti bo'lib, yetimxona va davlat qolgan maktablarga o'rinlashtirildi. Ular bizni yolg'iz bostirib qolmay, yana butunlay yo'qotishni maqsad qildi. Xitoy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Dunyo bizning yordam talablarimizga sukut qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Kanada parlamenti, Amerika va boshqa xalqaro organlar irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. Harakatsiz so'zning bir ahamiyati yo'q. Xitoy oqibatini ko'rmadi. Oldingi hafta Taylandda tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'ur Şərq Türkistanға avatilmoqchi bo'ldi. Bu xalqaro qonunlarga xilof bo'lib, ular Xitoyga topshirib berilsa zulmga uchraydi, hatto o'lim xavfiga duchor bo'ladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti garchi Tayland hukumatini Uyg'urlarni Xitoyga topshirib bermaslikka chaqirgan bo'lsa-mu, hech qanday bir davlat ularning bexatarligiga kafolatlik qiladiganligini bildirmadi. Mana bu Uyg'urlarning chet el va davlat ichida har qanday xavfga duch keladiganligining alomati. Şərq Türkistandakı Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar osmolasiya qilish, mengisi yuyilish, organlarini sug'urib olish va boshqa vahshiyliklarning qurboniga aylandi. Chet eldagi Uyg'urlar davomli Xitoy tarafidan nazorat qilindi. Vatandagi tuqqanlari va yaqinlari Xitoyning izchil tahdidiga duch keldi. Mutlaq ko'pchiligimiz yurtdagi tuqqanlarimiz bilan aloqa qila olmaymiz. Şərq Türkistanға qaytganlar turma va lagerlarga qamalish, hatto qattiq qiynalishga duchor bo'ladi. Nurg'ulg'an kishilar nimishqa bundaq bo'ladi deb so'rashi mumkin. Xitoy bizni nima uchun xaritadan o'chirmoqchi bo'ladi? Chunki Şərq Türkistan mo'l boyliqlarning makoni, Osiyo va Yevropaning boshqa joylariga boradigan muhim darvoza. Ular Şərq Türkistan zaminini o'zining qilib olishni xohlaydi. İnsanlarni xohlamaydi. Ular bizning mengimizni yuyidi. Jinoyatini yuyish uchun qattiq tirishadi. Ular tarixni burmlaydi. Tap tortmay bizni yolg'onchi azob uqubatlarimizni g'arbning tashviqoti deyalaydi. Bu ma'azdek
Xitoy Sharq Turkiston haqidagi yolg'ondan to'qib chiqqan bayonlarni rosa bozorga soldi. Uyg'urlarni g'arazlik usul o'ynatish, kulimsirtish va o'z tilida erkin so'zlatish orqali ko'chalardagi qattiq kuzatish sistemasini, jazo lagerlari, chaqilgan masjidlarni yoshirdi. Bizning xalqimiz yoki turmada, yoki lagerda va yoki qabristonliklarga ko'mildi. Bu irqiy qirg'inchiliklar amaliy elib berilmoqda, ammo 2025 yilga kelgan bo'lsaqmi, dunyo hech bir ish qilib berolmadi. Dunyo nimishqa bundaq irqiy qirg'inchilik oldida sukut qiladi? Javobi oddiy. Xitoy ularning jimjitligini setib oldi. Ularning puli, kuchi va ta'siri davlatlarni ularga qarshi turishdan to'sidi. Sukut qachon oxirlashadi? Qancha oilani parchalash kerak? Sharq Turkiston uchun bir ish qilishdan ilgari qanchalik begunoh hayotni buzg'unchilik uchratish kerak? Biz dunyoning bizni unutib qolishini xohlamaymiz. Xalqimiz yo'qolib ketish xavfida turayotgan bo'lsa-mu, biz kuchsiz emas. Yordam talab qilamiz. Xitoyning tariximizni qayta yozishini rad qilamiz. Barliq xalqning pak-pakiz yo'qotilishiga qarshi turamiz. Biz chuqur namoyish qilishimiz kerak. Biz amal va Xitoy mahsulotlarini boykot qilishimiz kerak. Ongni o'stirib, haqiqatni o'rtoqlashishimiz, hukumatlarimizdan haqiqiy harakat qo'llanishni talab qilishimiz kerak. Biz yana bir qatam asla qaytalanmasin deganning ma'nosining asla yana bir qatam takrorlanmasin ma'nosida keladiganligini esga solamiz. Biz Kanada va uning ittifoqdoshlarining Sharq Turkiston surgunda hukumatini va Sharq Turkiston milliy harakatining xalqaro jinoiy ishlar sudiga sungan arzini qo'llashga, Kanada va boshqa davlatlarning xalqaro jinoiy ishlar sudiga arz sunishiga, irqiy qirg'inchilik va boshqa vahshiyliklarning tub yildizi bo'lgan Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini hal qilish orqali irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqiramiz. Ularning Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini hal qilish va uning tub sabablarini va boshqa vahshiyliklarni hal qilish orqali irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga texmo tashabbuskorlik bilan muomala qilishini talab qilamiz. Biz Kanada va boshqa hukumatlarning Sharq Turkistonni Tibetga o'xshash ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishini va Sharq Turkiston shundoqlarning xalqining Xitoyning qonunsiz ishg'oliyatini oxirlashtirishiga yordam qilishini talab qilamiz. Faqat ahamiyatli harakatlar orqali mustaqillik, adolatga erishgili bo'ladi. Bugungi namoyish faqat o'tmishga qayg'urishla emas, u kelgusi avlodlarimiz uchun kurash qilish. Xitoy bizni qanchalik parchalashga urinishidan qat'iy nazar, bizni yo'qotmoqchi bo'lgan taqdirda Sharq Turkiston davomli qad ko'taradi. Uyg'ur xalqi o'rnidan turadi. Biz kurashni hargiz to'xtatmaymiz. Har kim Uyg'urlar uchun o'rnidan dast turishi kerak. Adolatsizlik uchun o'rnidan dast turishi kerak. Sharq Turkiston uchun o'rnidan dast turishi kerak. Kanadaning Alberta shahrida o'tkazilgan bu qitimqi namoyishda 2 qitim axborot e'lon qilish yig'ini chaqirilgan bo'lib, ikkinchi qitimliq axborot e'lon qilish yig'inida mundaq deyildi. Assalomu alaykum, hurmatli apandilar va xonimlar. Biz bilan birlikda namoyishimizga qatnashib, ovozimizni texmi kuchli yangiratganligingizga rahmat. Biz bu yerga 1997-yildagi G'ulja qirg'inchiligida shahid bo'lgan yuzlagan insonlarni va keyin tutqun qilinib turmaga tashlangan necha minglarcha insonni xotirlash orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan tunishni o'stirish va uningga qarshi harakatga o'tishni talab qilish uchun yig'ildik. Jinimizdan o'tgan so'g'uqqa qaramay biz bu yerga jam bo'libdimiz. Chunki da'voyimiz har qanday rahatsizliklardan ko'p. Biz adolat, xotirlash va so'zlayolmaydiganlar uchun bu yerga jam bo'ldik. Necha yil burungi G'ulja qirg'inchiligidagi qahramonlarimizga o'xshash vatanimizning ishg'ol qilinishiga, kimliklarimizning yo'qotilishiga qarshi kurashlarimizni qat'iy to'xtatmaymiz. Biz bu yerda Uyg'ur xalqining irqiy qirg'inchilikka uchrashiga sabab bo'lgan, toki bugunga qadar davom qilayotgan ishg'oliyatchiga qarshi turamiz. Uyg'urlarning yo'qotilishi, ular tortgan azob-uqubatlar va biz hozir ko'rayotgan irqiy qirg'inchilik 2014-yili boshlangani yo'q. Irqiy qirg'inchilik Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olish bilan boshlangan. Uyg'urlar bu ishg'oliyatga va kimlikning o'chirilishiga qarshi turganlik uchun ko'p qatam qirg'in qilingan. G'ulja qirg'inchiligi Xitoy hukumatining bizni jimiq turishga uringanligining bir alomati. Qandaqli bo'lmasin, xalqimiz 1997-yilga qarshi turgandek, biz bugun bu yerda qarshilik ko'rsatyapmiz. Sharq Turkistondagi Uyg'urlar bu adolatsizlikka qarshi so'z qila olmaydi, ammo biz Uyg'ur diasporasi qila olamiz va qilishimiz kerak. Biz bu yerda so'zlaymiz, esga olamiz, esga solamiz, qarshi turamiz, sukut qilmaymiz. Gerçi Uyg'ur xalqi sukut qilishni rad qilgan bo'lsa-mu, faryodlarimizga atroflarimizga insonlarla emas, butkul dunyo sukut qildi. Xalqimizning ovozi anglanmagan, har kuni umidsizlikning pardasi qalinlashgandek qiladi. Kundan kunga xalqimning azob-uqubatlari bargan sira ortayotgan bo'lsa-mu, buningga qarshi hech qanday harakat qo'llanilmadi.
Dunyoning Xitoyning jinoyatiga sukut qilishini e'tirof qilg'ili bo'lmaydi. Xalqaro jamiyatda irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakatning kamchil bo'lishi Uyg'urlarning hayotining qimmatining yo'qligini tushundirdi. Sizning sukut qilishingiz millionlagan hayotning buzilishi va o'ltirilishining muhim emasligini e'tirof qilish bilan barobar. Chekilayotgan azob uqubat ko'z oldimizda bo'lmasla yo'q hisoblanmaydi. Uyg'ur xalqi unutilyotidi. Biz buningga yo'l qo'ymaymiz. Xitoy hukumatı bizning g'ulji qirg'inchiligidagi fidokorliklarni va bugungi kunda qilayotgan qilmishlarini unutib qolishimizni umid qiladi. Ular bizning tariximizni, kimligimizni va bizdan burun yashaganlarning fidokorliklarini unutib qolishimizni umid qiladi. Chunki biz ularni va ularning nima uchun kurash qilganligini unutib qolsak, ularning ismini tilga olishni to'xtatsak, Uyg'urlarni to'liq kontrol qila oladi va kechirishlarimizni o'chira oladi. Ular bizning beshimizga kelgan bu dahshatli vahshiyliklarni unutib qolishimizni umid qiladi. Ammo biz har yili jinini pido qilgan Uyg'urlarni davomli xotirlab bir o'zgarish fursati yaratamiz. 1997 yildagi g'ulji qirg'inchilikni va eng muhimi Xitoyning siyosati ostida kulturi, tarixi va kimligi yo'qotilayotgan jazo lagerlari, turmalar, qul emgak lagerlariga qamalgan millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini unutib qolmasligimiz kerak. Unutib qolsaqlar, Xitoy hukumatı Uyg'ur kimligini yo'qota oladi. Shunga biz unutib qolmaymiz. G'ulji shahidlari zulmga qarshi turdi. Bugun biz ular va jazo lagerlariga nohaq qamalganlar uchun o'rnimizdan dast turamiz. Ovozini chiqara olmayotgan millionlagan xalqimiz uchun biz xalqaro jamiyatdan Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligini va 75 yillik ishg'oliyatni to'xtatishini talab qilamiz. Biz ovozimizning texmo kuchli chiqishiga yordamga muhtoj. Biz uchun ovoz chiqaring, hikoyalarimizni ham bahirlang. Tarixning o'chirilishiga qarshi turing. Chunki dunyo anglayotganda Xitoy hukumati yo'shira olmaydi. Biz butun dunyo Uyg'urlariga vakolatan Kanada boshliq dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va hal qilg'uch tadbir qo'llanib, Xitoyning sistemlik turda ilib berayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatini oxirlashtirishga chaqiramiz. Biz dunyoni Sharq Turkistonda yuz berayotgan vahshiyliklarni ayblashga va Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligidan javobgarlikka tortishga chaqiramiz. Namoyishga qatnashing, savol so'rang, o'zingizni tarbiyalang, ongni o'stiring, duo qiling, tashabbus qiling, so'zlang deyildi. Onundan başqa Şivisiya Uyghur Komiteti 8 fevral günü Şivisiyaning poytaxti Stokgolmda namoyish o'tkazib, axborot e'lon qilib, g'ulji qirg'inchiligining jarayoni va echinishlik natijasini bayon qilgandan keyin Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizib kelayotgan mustamlikasi, ishg'oliyati, Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyingi zulmini bo'libmi, yaqinqi 10 yil mobaynidagi chekidan oshgan irqiy qirg'inchiliklarni konkret bayon qildi va Şivisiya boshliq dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlarini, xalqaro jamiyatni qayta takrorlanmasin va'dasida turib, Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqirdi. Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarmi o'zlarining imkoniyatining yetishicha bir yerga jam bo'lib, 2025 yili 5 fevral chorshanba va 8 fevral shanba kuni 1997 yili 5 fevral kuni yuz bergan g'ulji qirg'inchiligini xotirladi. Avval şehitlerning ro'yiga Qur'on Karim o'qildi. G'ulji qirg'inchiligida Xitoyning vahshiyligiga bardoshlik bergan, qarshilik ko'rsatgan qahramonlarning fidokorliklariga madhiya o'qildi. Ularning ro'yining abadiy qalblarda yashaydiganligi, ularning izidan ketib Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasi, xalqaro vaziyat, Sharq Turkiston surgundi hukumatining Sharq Turkiston mustaqillik kurashida o'ynayotgan roli, xizmatlari muzokara qilindi. Savol-javob shaklida suhbat elib berilib, Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi duch kelayotgan qulayliklar va qiyinchiliklar muzokara qilindi. Nimalarni qilish, ideyani qandoq birlikka keltirish to'g'risida o'rtaq fikr shakllantirildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining oila, ayollar, yoshlar ministri Gulvaryam To'xtaxonova xonim muhim so'z qildi. Allah Teala'ga adı Hazreti Salih Hacım'dan degende çoğun biz nimge cevap verin tuş vatan üçün. Vatan imancımın üstüden. Şunun için unutmaylık, dua kılgan üçün hiç kimin kalsınamaydı. Dua biz Allah kılımız. Maş zamanımız tınış olsun deşimiz gerek. Asımız oçuk olsun deşimiz gerek. Hoşu bizim hazır yaşavatkan devletimiz olsun. Bütün devlette yesi tınışlık hatırcanlık olsa bizim hatırcanlık oldu. Dünyada bir yerli kalan kalmışsa Ukrayna'nın bop ketdi. Kriz kanda kırıp ketparız hazır hemmimiz. İnflasyon kanda koyup ketpardı. Şunu okşaşlık qayada çoğun oldu. Şunu üçün soruşumuz gerek. Qağını endi şehitlarga çoğun biz duga qilishimiz kerak qarindoshlar, ma'qulmi? Обязательно qo'shinlar aynib ketadi qarindoshlar. Dugalarda bo'lsin biz
Allah'dan bir narsani so'rab olaylik. Allah uchun oson bu. Chunki biz Alloh uchun yetkazamaymiz. Qanchalik men qatnashaman, duoda ashaniki duosini qilmanda qilib vatan og'zi olmaydi. Vatanni og'zi olmaydi, uyatgan aslab qo'ymaymiz. Shuning uchun mana shu ko'pchilik men o'sha vatandan chiqqanlar, G'uljirdan chiqqanlar, Urumchidan, yana bir yerdan vatandan chiqqanlar. Bizning vatanimiz va ana vatanimiz, ota vatanimiz, mana biz hech qachon deganda biz bir межнация undaq bir narsalarni tug'dirmaymiz hech qachon. Hozir mana nurg'un qalamqonlar chiqib turibdi. Ham yer biz egri bes qo'yib o'zimizning tariximizni o'rganib, o'zimizniki qalbimizni mush vatanga bo'lgan, millat bo'lgan, butun dunyoga tinchlik bo'lganga ochsak, cho'qim bizga yaxshilik keldi. Diqqatingizga rahmat. Xafa bo'lmaysizlar. Bunda biz bular uylarda nima vaqtda shunaqa qaranglar qilyapmiz o'zga odamlar uyda. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yaxshi uyda mana shunday qaranglar chiqdi. Iymon bor. Shu ruslar shunday bo'ldi dedi. Erkin apandimiz shundaqlar, mana shularning inilari. Bular ayilsizlar mana shunday. Vatan uchun jin kuyayotgan, vatan uchun jinin fido deydiganlar bo'lganlikdan, mashal mush so'z qo'zg'aldi. Uning uchun aytib buyurmanglar. Buni demasam, men bugungi kunda men gunoh ketib chiqib ketmayman mashaldan. Allah Teala'yım sebebini unutup kaldırma, halkının boğatını unutup kaldırma deydi. Kandak paran bu sen, kandak adam sen deydi. Şunun için Allah'ın aldığı biz hazır en ağır müşkül bizimki muşu boğatını bütün dünya bilgen bilen bizim ondak duvarımız için, yani bizim için hiç tutmaydı. Biz hiç kandak bir sokuş için, yani bizim için döngünçülük yok bizde. Allah'a şükür çıraylık güzel yaşavatımız. Aşk halkımızın şundak yaşasın. Vatanımız mı başta başka devletler koştuk aşkı. Çıraylık güzel bir devlet, onların emeldarları, başlıkları. Adil hizmet kılgan nimler olsun da tilişimiz gerek. Rahmet kapı bulmalar. Millet ve yurt vatan davasını hal qilish o'rniga o'zaro bo'g'ishishlar, partiya yoki guruh propagandalarını bozorga selishlarmi bizcha bo'lganda ma'naviy asoratdir. Acaba biz kim uchun millatni va xalqni qurbon qilib beryapmiz? Kimlarning manfaati uchun munbarda va'z o'qiyapmiz va kimlarning foydasi uchun millatning ma'naviyatini asir qilib tutib bermoqchi bo'lyapmiz? Oldi bilan bularni o'ylash lozim. Bugun yurtqa va xalqqa xizmat qilman, yurtning va xalqning baxt saodatini ko'zlayman deb o'tirg'i chiqqan har qanday inson bu ulug' yo'lda hech narsaning yuz xotirasini qilmasligi, imkoniyatining yetishicha fidokorlik ko'rsatishi lozim. Mayli eg'zida, mayli ko'nglida bo'lsin, xalq, yurt, vatan deyotgan har qanday bir shaxs bu ulug' yo'lda biror guruhning yoki biror iqlimning doirasida so'linib qolsa, millatning orzusi va tushanchisini nuqta holatida bilmasa, u chog'da xalq boshqa bir yerda qolgan bo'ladi. Xalq deganimiz siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlardan biror farq kutmagan turli kasb, turli jins va turli maslak iqimidagi to'pliqlardir. Xalqparvar bo'lishni xohlagan har bir kishi oldi bilan butkul ma'naviyat hamda bir butun mavjudiyati bilan ushbu insonlar to'pining tushanchisini o'zida muhofazat qilganidek, ularning xususiyatlari, ya'ni millatning ma'naviy xosliklariga ega bo'lishi lozim. Bugungi milliy mujodala mana bu asosda bo'lgandilar o'z istiqomatini, ya'ni to'g'ri yo'lini topgan bo'ladi. Bir guruhga mansub bo'lib, ammo tushunchasi tor bo'lgan va har qanday masalaga biror guruhning hukmi bo'yicha muomala qiladigan bir xalqchi amaliyotda o'zining guruhvaz ekanligini oshkor qilib qo'ygan bo'ladi. Bundaq guruhvazlarning qilgan ish harakati millat va vatan da'vosi emas, shaxsiyat va guruh g'avg'osini tug'dirg'usidir. Xo'sh, bu to'g'rida bizning tutmoqchi va qilmoqchi bo'lganlarimiz millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi? Bu tugunni yeyish uchun shuni esda tutish kerakki, Sharq Turkiston xalqining orzusiga, tushunchasiga va fikr ideyasiga hech qanday bir guruh va hech qanday bir taraf vakillik qila olmaydi. Xalq uchun ishlamoqchi bo'lgan har bir xalqchi amaliyotda mustaqil bo'lgan va mahdud bo'lmagan, ya'ni ma'lum bir taraf yoki iqimning bo'yinturqiga kirib qolgan ushbu ma'naviy manbaning bir mahsuli va ya bir tomchisi bo'la olganda, ondan uning jimi harakati milliy va umumiy bir mohiyatga ega bo'la oladi. Bundaq ahvolda biror guruh, biror sinf yoki biror iqim maslak g'avg'olarining tug'ilishini ko'rishga imkoniyat qolmaydi. Eng oxirida shu muhokama va mulohazani o'tirg'a tashlaymizki, bizning tutib maqmoqchi bo'lganimiz millat mujodalasidir. Guruh jidili emas. Hech bir guruh xalqqa vakillik qila olmaydi, chunki xalqning fikri va tushunchasi mahdud emas, balki mustaqildir. Burhan Muhammadning tarjimasidagi millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi nomli maqoladan elindi. Manba Erkizdi 252 son 1949 yili 16 mart. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.